Bugun men sizlarga pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pullarni yo'qotmaslik, pensiya yoki qo'shimcha to'lovlar kechikib qolmasligi uchun 1 iyulgacha nimalarni qilib ulgurish kerak. Bu ma'lumot faqat bitta to'yfadagi odamga emas, deyarli barcha pensionerlarga, ularning farzandlariga, vasiylariga va pensiya pullarini bank kartasi orqali olayotgan oilalarga taalluqli. Agar siz o'zingiz pensiya olsangiz, ota-onangiz, buyingiz yoki bobongiz pensiya olsa, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjatdagi xato bank kartasining muddati tugashi. Yashash manzildagi nomuvofiqlik yoki pensiya jamg'armasidagi ma'lumot yangilanmagani sababli odam o'z vaqtida pulini ola olmay qolishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda qadam-ba-qadam nima qilish kerakligini aytib beraman. Avvallari ko'p pensionerlar pensiyasini deyarli bir xil tartibda olardi. Kimdir pochta orqali naqd pul olardi. Kimdir bank kartasiga o'tkazma olardi. Kimdir esa farzandi yoki ishonchli vakili orqali olib turardi. Ko'p hollarda odam bir marta hujjat topshirgandan keyin yillar davomida hech narsani tekshirtirmasdan pensiya olaverardi. Bank kartasi ishlasa, pasport eski bo'lsa ham, yashash manzili o'zgargan bo'lsa ham, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa ham, ko'pchilik bunga jiddiy e'tibor bermasdi. Lekin hozir vaziyat o'zgaryapti. Davlat idoralari banklar va pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini elektron tizimlar orqali solishtiryapti. Ya'ni pensionerning shaxsiy ma'lumotlari, pasport yoki ID karta raqami, yashash manzili, bank karta egasi, hisob raqami, tiriklik holati, nogironlik guruhi, ish staji va boshqa ma'lumotlar bir-biriga mos kelishi kerak. Agar tizimda nomuvofiqlik chiqsa, pul butunlay yo'qolib ketadi degani emas, lekin to'lov vaqtincha to'xtashi, kechikishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. 1 iyulgacha e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy narsa shuki, pensioner o'z ma'lumotlarini tartibga keltirib olishi kerak. Men bu yerda vahima qilish kerak demayman. Lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Chunki pensiya ko'pchilik uchun asosiy daromad manbai. Kimdir dori-darmon oladi, kimdir kommunal to'lov qiladi, kimdir oziq-ovqatga ishlatadi. Bir oy pensiya kechiksa ham oddiy oila uchun bu katta muammo bo'lishi mumkin. Nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi mumkin? Eng birinchi navbatda bank kartasi orqali pensiya oladiganlar o'z kartasini tekshirishi kerak. Karta muddati tugab qolganmi? Karta bloklanmaganmi? Karta aynan pensionerning o'z nomidami? Telefon raqamiga SMS xabarnoma ulanganmi? Bank ilovasiga kira oladimi? Shularni aniqlash zarur. Masalan, bir pensionerning kartasi 2024 yil iyun oyida tugaydi. U esa bizni sezmaydi. Chunki kartaning ustidagi kichik yozuvga qarashga odatlanmagan. Pensiya iyulda tushishi kerak bo'ladi. Lekin karta muddati tugagani uchun pul hisobga tushmaydi yoki yechib bo'lmaydi. Natijada odam bankka boradi, navbat kutadi, yangi karta ochadi, keyin pulni qayta tushirish masalasi bilan shug'ullanadi. Buni oldindan hal qilish esa ancha oson. Ikkinchi muhim masala shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar pensioner eski pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsa, lekin bankda yoki pensiya jamg'armasida eski pasport raqami qolgan bo'lsa, tizimda farq paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bankda Abdullayev Karim nomidagi karta bor, pensiya jamg'armasi bazasida esa yangi ID karta bo'yicha Abdullayev Karim yozilgan bo'lishi mumkin. Bitta harf, bitta apostrof, tug'ilgan sana yoki pasport seriyasidagi farq ham tekshiruvga sabab bo'ladi. Men ko'p hollarda shuni ko'raman, odam o'zi hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin tizim ma'lumot mos emas deb ko'rsatadi. Uchinchi masala yashash manzili. Agar pensioner boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, vaqtincha farzandinikida yashayotgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tgan joyi boshqa, amalda yashayotgan joyi boshqa bo'lsa, buni aniqlashtirib qo'yish kerak. Ayniqsa pochta orqali naqd pensiya oladiganlarda bu juda muhim. Pochta xodimi pensionerni eski manzil bo'yicha qidiradi. Odam u yerda yashamaydi. Keyin to'lov qaytadi yoki oluvchi topilmadi degan holat yuzaga keladi. Odam esa nega pensiyam kelmadi deb yuradi. Aslida muammo pulda emas, manzildagi nomuvofiqlikda bo'ladi. 4-masala pensionerning tiriklik holatini tasdiqlash bilan bog'liq holatlar. Bu ayniqsa chet elda vaqtincha yurgan pensionerlar, uzoq vaqt bank kartasidan pul yechmaganlar, hujjatlari bo'yicha shubhali nomuvofiqlik chiqqanlar uchun muhim. Ayrim hollarda tizim odam haqiqatdan ham pensiya oluvchi sifatida faol ekanini tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Bunday paytda pensioner shaxsan borib,
biometrik identifikatsiyadan o'tishi. Bank yoki tegishli idorada ma'lumotini yangilash kerak bo'ladi. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner ayol pensiyasini kartaga oladi. U kartani o'g'liga berib qo'ygan, o'zi bankka bormaydi. Telefon raqami ham o'g'lining nomida. Karta muddati tugashiga 1 oy qolganini hech kim sezmaydi. 1 iyuldan keyin karta yangilanmagani sababli puldan foydalanish qiyinlashadi. Agar o'g'li onasini bankka olib borib, ID karta bilan yangi kartani oldindan rasmiylashtirsa, hech qanday muammo bo'lmaydi. Lekin keyin qilamiz desa, aynan pensiya kerak bo'lgan paytda yugur boshlanadi. Yana bir misol. 72 yoshli erkak kishi ilgari pochta orqali naqd pensiya olgan. Keyin bank kartasiga o'tgan. Lekin pensiya jamg'armasida eski aloqa raqami qolgan. Bank kartasi bloklangan, chunki PIN kod bir necha marta noto'g'ri terilgan. Pensioner bankka bora olmaydi. Farzandlari esa buni kech biladi. Natijada pul hisobda turadi, lekin ishlatib bo'lmaydi. Bu ham pullarni yo'qotish emas, lekin odam uchun amalda pul yo'qdek bo'lib qoladi. Shuning uchun 1 iyulgacha bank kartasi faolmi? Telefon raqami to'g'rimi? SMS kelyaptimi? Bularni tekshirish shart. Kimlar albatta xavotir olishi va tekshirishi kerak? Birinchidan, bank kartasining muddati iyun yoki iyul oyida tugaydigan pensionerlar. Ikkinchidan, yaqinda pasportini ID kartaga almashtirganlar. Uchinchidan, yashash joyini o'zgartirganlar. To'rtinchidan, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Chunki bunday to'lovlarda qo'shimcha hujjatlar va muddatlar bo'lishi mumkin. 5-dan pensiyasini ishonchnoma orqali boshqa odam olayotganlar. 6-dan uzoq vaqt mamlakatdan tashqarida bo'lganlar yoki bank kartasidan bir necha oy foydalanmaganlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Agar sizning ID kartangiz yangilangan, bank kartangiz faol, muddati uzoq, pensiya har oy o'z vaqtida tushyapti, SMS xabar keladi, yashash manzilingiz o'zgarmagan, pensiya jamg'armasida ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, vahima qilishga hojat yo'q. Lekin shunda ham men baribir 10 daqiqa vaqt ajratib, bank kartasi muddati va hujjat ma'lumotlarini tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki muammo chiqqandan keyin hal qilishdan ko'ra, muammo chiqmasdan oldin olish ancha oson. Endi eng ko'p xatoga yo'l qo'yiladigan joylarni aytaman. Birinchi tuzoq, pul tushyapti-ku, demak hammasi joyida deb o'ylash. Yo'q, har oy pul tushib kelgani kelajakda ham hech narsa o'zgarmaydi degani emas. Agar karta muddati tugasa, hujjat almasa yoki bank xavfsizlik sababli kartani bloklasa, odatdagi jarayon birdan to'xtab qolishi mumkin. Ayniqsa 1 iyul kabi ma'lum sanalar oldidan ko'p idoralar ma'lumotlarni yangilashni tezlashtiradi. Shuning uchun tekshiruvlar ko'payadi. Ikkinchi tuzoq, karta boshqa odam qo'lida yurishi. Men pensionerning farzandi yordam berishini yomon demayman. Aksincha, farzand yordam berishi kerak. Lekin karta, PIN kod, SMS kodi va bank ilovasi to'liq boshqa odam nazoratida bo'lsa, bu xavfli. Pensioner pul qancha tushganini, qancha yechilganini bilmay qoladi. Ba'zan oilada kelishmovchilik chiqadi, ba'zan esa firibgarlik bo'ladi. Shuning uchun pensionerning o'zi yoki ishonchli farzandi har oy tushum va yechimlarni ko'rib borishi kerak. 3-nozik jihat ishonchnoma muddati. Agar pensioner sog'lig'i sababli o'zi bora olmasa va pensiyani boshqa odam olayotgan bo'lsa, ishonchnomaning muddati tugamagan bo'lishi kerak. Ishonchnoma tugagan bo'lsa, bank yoki pochta pul bermasligi mumkin. Ayrim odamlar o'tgan yil bergan ishonchnomamiz bor deb o'ylaydi. Lekin hujjatning aniq amal qilish muddati tugagan bo'ladi. Shuning uchun 1 yilgacha ishonchnomani tekshiring. Kerak bo'lsa notarius orqali yangilang. 4-masala, nogironlik guruh va tibbiy komissiya hujjatlari. Agar pensiya yoki qo'shimcha to'lov nogironlik holati bilan bog'liq bo'lsa, tibbiy hujjatlarning amal qilish muddati juda muhim. Ba'zi guruhlar muddatsiz bo'ladi, ba'zilari esa qayta ko'rikdan o'tishni talab qiladi. Agar qayta ko'rik muddati o'tib ketsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Pensioner men oldin hujjat topshirganman deb o'ylaydi. Lekin tizim muddat tugagan deb ko'rsatadi. Bu holatda ayb kimdadir deb tortishishdan oldin hujjat muddatini tekshirish kerak. 5-nozik jihat kommunal, kredit yoki aliment kabi ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar pensiyam kamayib qoldi deb o'ylaydi. Lekin aslida hisobidan majburiy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, sud qarori bo'yicha qarz kredit to'lovi. Jarima yoki boshqa majburiyat bo'lsa, pensiyaning ma'lum qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor.
Shuning uchun pensiya summasi oldingidan kam tushsa, darhol bankdan hisob harakatlari bo'yicha ma'lumotnoma oling va pensiya jamg'armasidan hisob kitobni so'rang. Taxmin bilan yashamang. Aniq hujjatga qarang, 6-tuzoq. Telefon orqali kelgan yolg'on xabarlar. 1 iyulgacha pensionerlarga kartangiz bloklanadi. Pensiyangiz to'xtaydi. Kodni aytsangiz pulingizni saqlab qolamiz degan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kod, karta raqami, PIN kod, pasport ma'lumoti yoki bank ilovasi parolini begona odamga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan telefon orqali PIN kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bilingki, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat, pensioner vafot etganidan keyin karta orqali pul yechish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zi oilalarda odam vafot etgandan keyin ham kartaga pul tushib qolsa, uni yechib olishadi. Keyin bu ortiqcha to'langan pensiya sifatida qaytarilishi talab qilinadi. Bu nafaqat moliyaviy, balki huquqiy muammo ham tug'dirishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda tegishli idoraga xabar berish, meros va dafn puli bilan bog'liq tartiblarni qonuniy yo'l bilan hal qilish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti qo'lda bo'lsin. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, hujjat raqami to'g'ri yozilganini ko'ring. Agar hujjat yaqinda almashtirilgan bo'lsa, bankda ham, pensiya jamg'armasida ham yangi hujjat ma'lumoti kiritilganini aniqlang. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddat 06-24, 07-24 yoki yaqin oylar bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Yangi karta chiqarish ba'zan bir kunda, ba'zan bir necha kunda bo'ladi. Shuning uchun oxirgi kunga qoldirmang. Bankka borganda ID karta, eski karta va telefoningizni olib boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan mobil xizmat, ishonchnoma yoki qonuniy vakillik tartibini so'rang. 3-qadam. Pensiya tushadigan hisob aynan pensioner nomida ekanini aniqlang. Pensiya boshqa odamning kartasiga tushmasligi kerak. Agar ilgari shunday bo'lgan bo'lsa yoki chalkashlik bo'lsa, buni rasmiy tartibda to'g'rilang. Pulni farzand ishlatib berishi mumkin, lekin hisob va hujjat pensionerning o'ziga bog'langan bo'lgani to'g'riroq va xavfsizroq. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. U yerda pensiya ishi bo'yicha ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Siz shunday deyishingiz mumkin: men pensiya to'lovlarim iyuldan keyin kechikmasligi uchun shaxsiy ma'lumotlarim, bank hisobim va hujjatlarim to'g'riligini tekshirtirmoqchiman. Shu gapning o'zi yetarli. Xodimlar sizning ma'lumotlaringizni ko'rib, agar kamchilik bo'lsa aytadi. 5-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, ishonchnoma bo'lsa ishonchnoma. Nogironlik bo'yicha hujjat bo'lsa, tibbiy ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan qo'ng'iroq qilib yoki yaqin bo'limga borib aniqlashtiring. Agar pensiya summasi noto'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada familiya, ism, telefon raqami, manzil va muammo aniq yozilsin. Masalan, 2024 yil iyun oyida pensiya summam odatdagidan kam tushdi. Hisob kitobni tekshirib berishingizni so'rayman. Yozma murojaat bo'lsa, idora javob berishga majbur bo'ladi. Og'zaki so'rov esa ba'zan esdan chiqib ketadi. 7-qadam. Bankdan hisob varaq harakatlari bo'yicha ma'lumot oling. Agar pul tushmagan bo'lsa, avval bankdan pensiya kelganmi yoki yo'qmi deb so'rang. Pul kelgan, lekin karta bloklangan bo'lishi mumkin. Yoki pul umuman yuborilmagan bo'lishi mumkin. Bu ikki holatning yechimi boshqa-boshqa. Bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilasiz. Bank pul kelgan, lekin karta bilan muammo bor desa, bank kartasini hal qilasiz. 8-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Men ayniqsa yosh tomoshabinlarga murojaat qilaman. Ota-onangiz yoki buvingizning, bobongiz telefon ilovasini, SMSni karta muddatini tushunmasligi mumkin. Ularni qo'ymang. Bir kuni vaqt ajrating, hujjatlarni tartiblang, kartasini tekshiring. Kerak bo'lsa bankka birga boring. Bu 1 soatlik ish bo'lishi mumkin. Lekin keyinchalik katta muammoning oldini oladi. 9-qadam. Hech narsani oxirgi kunga qoldirmang. O'tgan kuni hamma bankka, pensiya jamg'armasiga, davlat xizmatlari markaziga yugursa,
navbat ko'payadi. Xodimlar ham ulgurmaydi. Hujjatda xato chiqsa, uni bir kunda tuzatish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun iyulgacha degan muddatni o'tim iyunda boraman deb tushunmang. Eng yaxshi yo'l imkon qadar erta tekshirish. 10-qadam, rasmiy manbalarga tayaning. Telegramdagi noma'lum kanallar, qo'rqituvchi audio xabarlar, hammaning pensiyasi to'xtaydi degan gaplarga darhol ishonmang. Pensiya jamg'armasi, bank, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy axborot manbalaridan tasdiqlang. Lekin rasmiy xabar kelmaguncha hech narsa qilmayman deb ham o'tirmang. O'z kartangiz, hujjatingiz va ma'lumotingizni tekshirish har qanday holatda foydali. Yana bir muhim maslahat. Barcha hujjatlarning nusxasini alohida papkaga solib qo'ying. Pensionerning ID kartasi nusxasi, bank shartnomasi bo'lsa nusxasi, pensiya bilan bog'liq arizalar, tibbiy hujjatlar, ishonchnoma va telefon raqamlari bir joyda tursin. Ko'p oilalarda muammo shundan kelib chiqadi. Hujjat kerak bo'lganda topilmaydi. Hujjat topilmagani uchun odam idoraga 2-3 marta borishga majbur bo'ladi. Agar pensioner yura olmaydigan, kasal yoki uyda parvarishga muhtoj bo'lsa, buni ham oldindan ayting. Ba'zi xizmatlar bo'yicha uyga chiqish, vakil orqali murojaat qilish yoki notarial tartibda rasmiylashtirish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. O'zi bora olmaydi, demak hech narsa qilib bo'lmaydi degan fikr noto'g'ri. Har doim qonuniy yo'l bor. Faqat uni oldindan aniqlash kerak. Xulosa qilib aytaman, 1 iyulgacha eng muhim vazifa pensionerning hujjatlari, bank kartasi, hisob raqami, telefon raqami, yashash manzili va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlari bir-biriga mos ekanini tekshirish. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, yangilang. Agar pasport yoki ID karta almashgan bo'lsa, ma'lumotlarni kirittiring. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, yangilang. Agar pensiya summasida farq bo'lsa, yozma ariza bering. Men sizlarga buni qo'rqitish uchun emas, pulingiz o'z vaqtida va muammosi kelishi uchun aytyapman. Pensiya bu odamning yillar davomida qilgan mehnati evaziga oladigan haqqi. Shu haqqingiz kechikmasligi, noto'g'ri hisoblanmasligi va firibgarlar qo'liga tushmasligi uchun hozir harakat qilish kerak. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, pensiyangiz kechikkanmi? Karta bilan muammo chiqqanmi? Hujjat sabab to'lov to'xtaganmi? Kommentariyada yozing. Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta yuborilgan video kimningdir pensiyasi kechikib qolishining oldini olishi mumkin.